Assalomu alaykum. Qanaqa isoralar qo'yasiz oxirgi paytda? Zakislarni qo'yasizmi bilmayman. Qanaqa odamlarni o'tirasiz? Mashina ukalaringiz ko'payib ketdi. Aka-ukachilik qilyapsiz kimdirlar bilan. Ukasan zakasini men qanaqa? Ziyat aka kibr bo'ldingizmi? O'z 3-4 video olib kuchaga ketdingizmi shunchalik? Ha? Ukasan, tushunmadim men senga. Nima deganing bu? Nima tushunmas aka? 818 dan qo'yasizmi istoriya bilmayman. Taxlangan versiya. 818 men birga chiqaman zakisga. Xo'p, taxlangan versiyamiz hatto. Nima? Taxlangan versiya o'zimasmi? Taxlangan o'zi ham biz zakis chiqamiz uka. Men nima istoriya qo'yishim san bilishim bu san. Men siz videolaringizni ko'rib, rostdan hurmatim katta sizga. Bunaqa ishlaringizga hurmat aka, yo'q ketib borgan sar. Baxt toniyman. Siz toningizmi? Qani o'tiribman, ha. 1 yil oldin sizga 1 million pul bergan akam to'yga. 1 yil oldin 5-mayda aka. Hozir olib kelay. Olib keling aka, farqi yo'q. Gapga javob beraman. Bera olaman aka. Berolmaysan. Bera olaman. Berolmaysan. Nima qilasiz? Aka olib keling, bo'ldi. Normal gaplashilyapsiz bilan. Boshqa gaplashinglar, normal gaplashing. Shart emas, mani kamerasi. Qani aka kamera? Zaryadniki bu. Birinchi ko'ryapmi? Normal gapiraver aka. Aka, mana zaryadni deyilyapti sizga. Hazillashmang. Asablarni chatovingiz yaxshi bo'ladi. Ha, asab chatovingiz bo'lsa nima? Frank olyapsizlar. Kimsan? Kimlik bilan yashaysiz siz? O'tirmadingmi? Turib o'tiribman. Tanishib olaylik-da. Xullas, yana chekkaga tanishamiz. Sen men bilan gaplashmoqchimiz? Men siz bilan gaplashgan, bog'langan siz qo'shilmay turing. Normal gapiraver. Telefon bilan ko'taring, allo. Men gaplashmayman. Sen gaplashmayman aka. Siz gaplashib oling, kutib turaman. iPhone 17 bilan kushaga ketibsiz ham ekanchi? Bo'ladi, o'zi. Qo'rqmay ekansiz. Pul ko'p aka shunchalik. Ha, 200 dollar qarash turing aka. To'yda pulni qaytarib beraman, ketay aka, vaqtim yo'q. Assalomu alaykum. Qarayapman aka. Aka, bizda Frank bo'lyaptimi nima bo'ldi? Va to'yga pul olganman, hali bergan. Zakisga boraman. Qo'y, pul aka. Aka, uy masala yusala qilmaylik, pul berasizmi? Pulni beramiz. Senga hozir pul kerakmi yo'q? Ochko ishlayapsan, nima bo'lyapti? Aka, pulni qaytarib bersin, bo'ldi, mashinani. Urushamizmi aka? Menga jang beringlar. Oktagonlarga. Aka, jahon chempioniman, tanidingizmi? Taysonlar urib tashlaganman. Qaysi? O'zbek Tayson Saturnlar tanidingizmi? Aka, men kulmasdan gapiring, seriozniy odamman. Aka, normal gapir. Normal gapirilyapti-ku o'zi. Normal gapir. Aka, menga hozir pul kerak deyilyapti. Habzaga zakat. Tushundingizmi? Sizmi kameraman video olyapsiz? Normal gapir. Sen olganmi? Orqada Kimni bana olyapsiz? olyapsan. Kim orqadagi bola? Qani? Aka, asabimiz urib boryapti. Turaveraman. Dangan. Uring aka, menga pul kerak, uring. Turaveraman. 1 million Uring aka, uring. Terpilla bo'lgan. Aka. Qo'y. Men pul uzatdi, gaplashingmi, gaplashingmi? Pul istayman. Men pulni bersang ketaman. Aka, pulni beravering. Normal gapiraver. Aka, qanaqa prank chitda bo'ladi. Gaplashgansan. Men siz bilan gaplashgan. Sen zakasni qayerda bergansan? Zakisni qayerga bergansan? Isbotlashim shartmi? Yo'q, 1 million berganman. Ha, farqi sizga. Yozishganman, telefonga karta qilib berganman. Qani o'sha joying? Kartang. Vaqti nomerini ko'rsat chiqam. Nomerim men 818 Saqraydan qilib qo'yibman. Ha? Tag nomeri mana 3999. Ha? Mana 3999 nomer. Shumi? 818 yozilgan turibdi. Hozir. Menga prank deysiz o'zizchi? Normal gapiraver aka. Aka, gapirish mana shunday. Xohlasiz pulni beraman, ketaman, Telefon qilasiz, boshqa nima qilasiz, farqi yo'q. Tushundingizmi? Normal Kalam ishlamay qo'lyaptimi? Aka, asam kim bilan gaplashgansan? Ali eslolmayapsizmi? Yo'q, eslolmayapman. Eslab keling, yaxshimi? To'xta, zakiz. Qayerda-ku? Qayerga gaplashgan? Tursun o'zi gaplashilgan. Tursun xo'jay? Ha. Qo'yamiz Tursun xo'jay. Qayerda Tursun? Sizdan nomerini oldim, esladingizmi? Adashtirmayapman. Tursun xo'jaga qo'yganmiz. Aka, o'qimasdan aka. Tursun xo'jay. Ha, to'xtab tur uka. Tezlashtirib gapiring. Qayerda? A few moments later. Tursun xo'jay. Bilaman qoldi. Borganmisiz? Yo'q, borganman, lekin Ko'rdingizmi? bironta bola aldab aniq ketgan. Sizdan chiqib ketmaganmiz. 850 turibdi, chiqqandan gaplashamiz uka. Temir nima qilaman, mashina temiri 818 ham. Aka, bir yaxshi mashinalar reklama qiling, iltimos. Asam uzilyapsiz, gapirib o'tiring. Istoriya qo'yasiz, chotkilar. Aqlingiz yangi BMW bilan olib qo'ying istoriya. Sen qaydagi mashinalarni qo'yasizmi? Otam zamondagi mashinalar, 90-yildagi mashinalar. Sen o'zing qanaqa mashinang? Akam ayog'im Xudoga shukr. Telefonim bilan javob beravering. Ayoymi? Javob beravering, iltimos. Nima uchun javob beraman? Xavotir olmayaptimi? Javob bermayman.
Xohlasa o'chirib. O'tirolmayaptilarmi? O'tirgan. Jon, tuzi gapirib pulim sanab bering iltimos. Men topolmay yurgandim, shu yerda ishlab, kelib qoldi, aka o'tay. Gapirasan deb. Nima deysiz? Gapirishni pul aka. Mana bu ishga shundan gapir. Hech narsa yo'q sizga. Maqtagan joyga servis. Nima deysiz? Maqtagan joyga servis. Aka undan ko'ra bizga olib kelib birovni Ha, olib kelib. Hayatdan Tinch. Razbor qilingan. Yo'q, razbor qilingan. Ishlagan kelganmiz. Ha, ishdaman. Hozir biring gapim bor. Ha, o'zim aloqa chiqib qoraman hozir. Kimga gaping bor? Vaqqa. Shamuz aka u bola qachondan ishga kelgan aka? Bir hafta. Hozir boraman. Yo'q, nima edi? Hisob kitob deydi, 1 million pul deydi. Biz bu yerga choy ichgan kelganmiz, bu yerga qanaqa 1 million Tursun xo'ja deydi, bilmayman. Tashqarida ku. Qo'tirib. Qabul zakasi olib. Zakasiga aka nima yeysizlar? Nima aytamiz? Odam go'sht, cho'chqa go'sht, quyon go'sht, kuchuk go'sht. Shashliklar bu. Odam go'sht porsiyasini nech pul bo'lyapti? Cho'chqa go'shti nech pul bo'lyapti? Bag'da pul aytmang. Soat deysizmi aka? Mana 500 dollar deysiz. Yaxshi nasrlarga kelmoqda. Aka, hamma narsalarni pul bering, aka ketyapti. Anaqa bilan aka, pulim bering, iltimos, siljincha. O'tirib gaplashsiz, o'tir. Hozir avval beradi, o'tirib, mana. Bular ovqat yemaydi, ochish bular. Aka, Bizdan nomimizdan gapirib tashlayapti aka. siz gapirmay turing, bag' bilan gaplashyapman. Men o'tirib gaplashib olaman-da, Facebook aka 5-may deyapti. Necha yil oldin bo'lyapti? Nechanchi yil? Aka hozir 2026 xudoga shukr. 2020. Men nari keldim, keyin ko'raman. 2024 mi? 25 mi? Qaysi? Nari kel qaysi yil bilan? 25 mi? Bo'ladi. 5-may qaysi mashina ketdi? Emas aka. 818. Qanaqa? Qora. Qora? Qora? Qani sen tutashaganmisan? Ke? Bizda hali hech 1 million olgacha desa lekin Zakrat ham qo'poli 200 ming. nechimas? Ha bilan kelishganman. Bir Aka, pulim bering-da. Iltimos. Qo'yman, hasamizmi? haqiqatdan ham yo'q, bular frank bo'lyapti, yo'q, qandaydir men tushunmayapman men. Qanday qaraysiz? Shunga ham 818 shunga bo'lgan. Bilmasammi endi? 818 ga shuku. Shaqmi? Ha? Keyin allab tashlamaydi ekan odamni. Alib tashlaymiz shu. Nima qilasiz? Pul oldingizmi? Borish kerak edi. Men vaqt hurmatim qilaydim, shu payt keldim. Qaror Timur, men Zaksda aytgan loyiha, mana shu xafa bo'lish loyihasi sizga aytaman. Siz frank emas, xafa bo'lish loyihasini birinchi qahramon sizdingiz. Xafa bo'lishingiz, xafa bo'lmang. Balani qaytarib ko'rganman o'zi. Timur, bu hazilimiz bilan sizni ustozdan kulish niyatimiz yo'q. Bu xafa bo'lish yo'qda yangi soni va yangi loyihasi birinchi soniga tushdi. Endi men nima demoqchiman bu hazilim bilan ba'zi bir xushtormoq ichidagi odamlar uchun bu sizni o'z xarakteristingiz uni bo'lsin degan maqsadda. Mana siz hech kimdan pul olmagansiz, olgan joyingizga borgansiz. Shunga xotirman-da. O't, ha, shuning uchun ham siz o'ylamadingiz. Sizga endi nima desam ekan? Ishingizga omad. Xafa bo'lish yo'qlar, xafa emassiz degan umiddaman. Avvalambor ishlaringizga omad. Ozgina jahlim chiqdi, lekin nima deydi? Jahlim chiqdi, hozir ishondim, lekin hozir nima deydi? Umuman borda, shubham bor. Men frank biletgan yo'lish uchun o'zimni bosdim. Siz yaxshi bilasiz, men unday xarakterga ega emasman. Mana aytib birovni haqqini yeb ketib, bu narsalar yo'q bizda. Shuning uchun men o'zimni bosib, nima qilib o'tirdim. Shu, lekin ishlaringga gap yo'q. O'xshabdi lekin.